Uyat. Uyat, nima uyat? Shu holatni ko'rib turib, videoda o'tkazib yuborishimiz uyat. Kim bu azizlar? Kim bu? Siz u bizni onamizlar. Bir kishi siz u bizni yomonlasa, yaxshiligimizni aytamiz. Keling, yaxshi bo'lsak shu onamizga bitta yaxshilik qilaylik. Oshxonalarga kirib, bir mahal taomlanadigan bo'lsak, 50 mingdan o'tib ketyapti. Shu bir mahalgi taomimizni uyda qilaylik. Onamizni zudlik bilan Hindiston davlatiga olib borishimiz kerak. Doktorlar bilan gaplashdik, hamma yo'q tayyor, lekin mablag'imiz yo'q. Hozirda bizga $5000 yetmayapti. Shu pulni qila olmasak, onamizni hollari qanday kechadi azizlar? Ehson qilishga imkoningiz yo'q bo'lsa uyalmang. Shu videoga bitta like bosing. Yaxshi ko'rgan odamingizga yaxshilikni ulashing, jo'nating. Yaxshilikka yo'llab qo'yishlik o'sha ishni qilishlik bilan barobardir deb aytiladi. Do'stlar, kommentariyada bitta duo qiling. Jab post qilib joylanmasangiz bitta story qilib bering. Holatlarni ko'rib turibsiz, ko'p gapirish kerak yo'q azizlar. O'zlarini karta raqamlarini qo'yamiz shu oilaning yaqinlaridagina. Zudlik bilan do'stlar. Doktorlarga gaplashganmiz, yana aytamiz, hamma yo'q tayyor. Faqat imkoniyatimiz yo'q. O'ylaymizki, Xudo xolasa, yaxshilar ko'p, befarq bo'lmaysizlar. Onajon, shu holatda yotganda qiynalaman deyapsiz. Qanday qiynalasiz? Shunday tutib yotsam, osmon tevaga qarab yotaman. Yotsam, qornimda suv, og'zimga kelib nafas ololmayman. Nihoyatda qiynalib ketdim. Og'riq bormi? Kechasi bilan uxlolmayman. Oyoq qo'llarim uyushadi. Og'riydi, dodib chiqaman. Qorningizda suv og'zingizga keladimi? Ha. Umuman nafas ololmay qolaman vaqti kelsa. Yordam berishlaringni so'rayman. Alloh roziligi uchun. Mana yashashni xohlayman, hali yoshman. Azizlar, holatni ko'rib turibsizlar. Ko'p gapirish kerak yo'q. Imkoningiz qadar yordam bering. Imkoningiz bo'lmasa yana aytamiz. Bitta shu videoga like bosing. Shuncha videolarni ko'ryapsiz. Buni qilib aytsa, faxsh ishlarni, masxarabozlarni videosini minglab like'lar qilib olyapmiz. Nahot shu onamizga shunday qarab tursak, bitta kommentariyada hech duo qiling. Iloji boricha shu videomizni tarqatishga yordam bering. Xudo xolasa onajon, tez orada inshaalloh sizni Hindiston davlatiga Xudo xolasa olib ketamiz. Shu yangi haftaga ketishimiz kerak. Yangi haftaga ketishimiz kerak. Hamma yo'q tayyor. Faqat shu mablag'ga qarab turibmiz. Inshaalloh yaxshilar ko'p. Kutib qolamiz.